biz hozir qisqa ko'paytirish formulalarini ko'rib o'tamiz. Qisqa ko'paytirish formulalari qanday ko'rinishda? Ya'ni, misol uchun a plus b ning kvadrati teng a kvadrat plus 2 ta ab plus b ning kvadrati. Hop, a plus b ning kubi qanday ko'rinishda bo'ladi? A ning kubi plus 3a kvadrat plus 3ab kvadrat plus b ning kubi. Hop, a ning plus b ning kvadratini bilamiz, kubini bilamiz. 4-daraja, 5-daraja desa, ularni ochishimiz juda ham qiyin. Buni biz osonroq yo'lda topishimiz uchun Newton binom formulasini qo'llanamiz. Ya'ni S n0 yoki bo'lmasa buni to'liq yozib olamiz. A plus b ni n-chi darajaga oshirmoqchimiz. S n0 a ning n-si b ning nolisi plus S n1 a ning n minus 1-si b ning 1-si plus S n2 a ning n minus 2-si b ning 2-si plus hokazo plus S n a ning n minus n-si ya'ni a ning 0-si ko'paytirilgan b ning n-si. Mana shu formula Newton binomiy formulasi deyiladi. Newton binomiy formulasi. Newton binomiy formulasida, ya'ni endi o'rinda har qanday daraja kelishi mumkin. Yoki 2-daraja, 3-chi, 4-chi, 5-chi darajalar kelishi mumkin. Xo'p, bu formula aslida qayerdan kelishdi? Mana shuni bilan isbotini ko'rib o'tamiz. Misol uchun a plus b ning n-si degani summa belgisi keladi. Summa belgisining ma'nosi mana shu yig'indi degani. Yig'indi, ya'ni k teng 0 dan n-gacha s n k a ning n minus k-si va b ning k-si shaklida yoziladi. Ya'ni summani o'rnida sonlar keladi. S ning n k, a ning n minus k-si va b ning k-si. Mana shu formula orqali isbotlanadi. Mana shu formula. Mana shu orqali. Mana summa, misol uchun k ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsa, k ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsa nima bo'ladi? S n0 a ning n minus 0-si, ya'ni a ning n-si, b ning 0-si plus k ning o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsa, nima hosil bo'ladi? Isbotlab ko'raylik. K ning o'rniga 0 qo'yaman. K ning o'rniga 0 qo'ysam, s n0 a ning n-si, b ning 0-si plus. Endi k ning o'rniga 1 beraman. Chunki mana shuning ma'nosi 0 dan n gacha intiladi degan. Bir marta 0 qo'yiladi, keyin 1 qo'yiladi, 2, 3, 4 va hokazo n gacha bo'lgan sonlar qo'yiladi va summaning ma'nosi o'rtaga plus ishorasi bo'lib qo'yadi. S n1 a ning n minus 1-si, b ning 1-si. K ning o'rniga 1 qo'yamiz. Mana 1 qo'ydim, n1 n minus 1 b ning 1-si. Plus va hokazo 2 ni qo'yib ko'raylik. S n2 a ning n minus k-si, n minus 2-si k ning o'rniga qo'ydik. B ning 2-si plus va hokazo endi k ning o'rniga n qo'yaman. N qo'ysam nima bo'ladi? S ning n-si ko'paytirilgan a ning n minus n-si degan a ning 0-si b ning n-si. Mana shu formula isbotlanadi. Mana shu Newton binom formulasi isbot. Xo'p, endi bizga mana shu formulani hisoblashimiz kerak. Mana shu formulani Newton binom formulasini qarashib ko'ramiz. Misol uchun a plus b ning kvadratimiz kubini hisoblab ko'ramiz. A plus b ning kubi. Mana shu formula qayerdan kelib chiqadi? Xo'p, undan oldin bitta narsaga qarab o'tamiz. S n-m. Mana shu narsani ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu degani n faktorial ko'paytirilgan n minus m faktorial. Mana shu formula orqali bizga kerak bo'ladi. A plus b ning kubini zapasini yozib olamiz. A plus b ning kubi teng S. Xo'p, bizga n necha berilyapti? 3 berilyapti. S 3 0, ya'ni darajaga yoziladi. A ning n-si endi o'rniga 3, a ning 3-si, b ning 0-si plus S 3 1, a ning 3 minus 1-si, ya'ni kvadratini yozib ketaylik. A ning kvadrati b ning 1-si plus S 3 2, a ning hop nechinchisi bo'ladi? 3 minus 2-si degan bu 1-si. B ning kvadrati plus S 3 a ning 0-si b ning kubi. Endi mana shu hisoblab chiqadi. S 3 0 degani 3 faktorial taqsim 0 faktorial 3 minus 0 faktorial. Ko'paytirilgan a kub. Har qanday sonning 0-chi darajasi 1 ga teng. 0 dan farqli qiladi. 0 ning 0-si aniqlanmagan tushuncha. Plus 3 ning 1-si degani 3 faktorial taqsim 1 faktorial ko'paytirilgan 3 minus 1 faktorial. A ning kvadrati 1 plus 3 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 3 minus 2 birdan yozib ketaylik.
3 minus 2 faktorial a b kvadrat plus a ning birinchi kirdi yozib o'tirmadik. 3 degani 3 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paytirgan 3 minus 3 faktorial tushunchasi. Ko'paytirgan a ning birinchi b hosil. Endi bularni hisoblab chiqamiz. 3 faktorial degani faktorial tushunchasi o'zi nima? Faktorial degani asosan n faktorial esa birdan n gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. Misol uchun 3 faktorial hisoblaymiz, birdan 3 gacha sonlar ko'paytmasi hisoblanadi. Bu 0 faktorial 1 ga teng. Hozir videoni vaqtida isbotlayveramiz. 0 faktorial 1 ga teng degan. Bu mana bu hisoblaydigan bo'lsam 3 faktorial 3 dan 0 desam, bu 3 faktorial hisob qilsa 1 chiqadi. Ya'ni a ning kubi. Plus bu mana bu hisoblaydigan bo'lsam 3 minus 1 2 faktorial. 3 faktorial 2 faktorial bo'lsa 3 chiqadi. Ko'paytirgan a kvadrat b. Misol uchun mana shu o'zlaringiz varaq qilib ko'rsangiz bo'ladi. 3 faktorial taqsim 3 minus 1 faktorial degan 2 faktorial hisoblasak 3 chiqadi. Ya'ni qanday 1 2 3 taqsim 1 kare 2 1 kare 2 hisob etib 3 degan mana bu son chiqadi. O'shani birdan yozib ketdik. Xo'p, davom etamiz. Plus hop mana bu hisoblaydigan bo'lsam 3 minus 2 1 faktorial 1 ga teng. 3 faktorial ya'ni 2 faktorial bo'ladigan bo'lsa yana 3 chiqadi. a b kvadrat plus hop 3 faktorial bilan 3 faktorial hisob ketadi. 0 faktorial 1 ga teng plus b ning kubi. Va formulasi hisoblanadi. a plus b ning kubi mana shunga teng degan formula hisoblanadi. Xo'sh, biz hozir mana buni yana bir narsani isbotini ko'rib o'tamiz. 0 faktorial 1 ga teng degan isbotni o'tamiz. Buni qanday isbotlaymiz? Misol uchun n faktorial degani nima degani? N faktorial degani birdan n gacha sonlar ko'paytmasi. 1 2 3 hokazo n minus 1 ko'paytirilgan n. Birdan n gacha sonlar ko'paytmasi. Xo'p, mana shunda birdan n minus 1 gacha sonlar ko'paytmasi nimaga teng? Xo'p, n minus 1 faktorialga teng. Nima uchun? Birdan n minus 1 gacha sonlar ko'paytirib chiqsam, n minus 1 faktorial bo'ladi. Agar birdan n minus 2 gacha ko'paytirib chiqsam, n minus 2 faktorial. Xuddi shunday kelib chiqadi. Endi mana bu yerda n minus 1 faktorialni topsam, nima qiymat kelib chiqadi? N faktorial taqsim n kelib chiqadi. Mana shu ifodalarni n o'rniga 3 beradigan bo'lsa nima hosil bo'ladi? 3 minus 1 degan 2 faktorial. 3 minus 1 degan birdan n o'rniga qo'yib, n minus 1. 3 minus 1 degan 2 faktorial teng 3 faktorial taqsim 3. 3 faktorial 3 ga bo'lsam 2 faktorial. Ya'ni mana tenglik isbotlanadi. Endi o'rniga 2 beraman. Endi o'rniga 2 bersam 2 minus 1 degan bu 1 faktorial teng 2 faktorial taqsim 2. 2 faktorial 2 ga bo'lsa 1 chiqadi. Ya'ni 1 faktorial 1 ga tengligi isbotlanadi. Ya'ni 2 faktorial 2 ga teng. Ya'ni 1 kare 2 2 ga chiqadi. Endi o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsam nima bo'ladi? Hop, sal kirib qo'yamiz. So'ng mana bu yerga o'tamiz. Endi o'rniga 1 qo'yaman. 1 qo'yadigan bo'lsam 1 minus 1 bu 0 faktorial teng 1 faktorial taqsim 1. 1 faktorial ga bo'lsam 1. O'z-o'zidan kelib chiqadi. 0 faktorial degani 1 ga teng ekanligi isbotlanadi va a plus b ning kubi ham mana shu formula. Bizda kub emas, 4-daraja yoki 5-daraja desam, mana shu formula orqali isbotlanadi.